Ramz Ravshan. Yomg'irli kunning shomida. Yomg'irli kunning shomida qishloq o'rtasiga bir yuk mashinasi kelib to'xtadi. Undan haydovchi tushdi. Izidan askarlarimiz tushdi. Qolganlarini ham tushirdilar. Ular bu qishloq bag'ridan poyezd yo'li o'tkazish ilinjida tashrif buyurishgandi. Necha kunlardan beri qishloqqa nemis plenlarini keltirib ishlatish haqida xabar tarqalgandi va shundan beri odamlarning tushiga ajoyib narsalar kirardi. Biroq yuk mashinasidan tushirilgan nemis plenlarini ko'rganda Mikail og'zini to'ldirib tufladi. "Neh, ablahlar, odammi shular ham?" dedi. "Shular ham o'zini normalniy odam hisoblab yuribdi-da." Bu nemis plenlarini albatta ajoyib inson deyish mumkindir, lekin normalniy emas. Ularning jinoyati ham shunda aslida. Birozdan so'ng Mikailning ko'zi normalniy odamlar ichida bir ajoyibini topdi. Bu ajoyib nemisning soqoli bor-u, mo'ylovi yo'q edi. Ibrohim o'sha mo'ylovsiz odamni ko'rgan zahoti qahqaha otib kuldi. Ibrohimning onasi esa urushda o'lgan erining qora, qalin mo'ylovi esiga tushib ho'ngray boshladi. Aksiga olib shu mahalda yomg'ir yog'di. Odamlar qarashsa, onasi yig'layapti. Ibrohim kulyapti. Ibrohimning onasi ham uning kulayotganini ko'rdi. G'azab otiga mindi. Ibrohimning yuz qulog'i aralash shapaloq tushirdi va yig'lab o'rnidan turdi. So'ngra darg'azab bo'lib, mo'ylovsiz nemisning ustiga bordi. Bir qo'li bilan soqolidan, birisi bilan esa yoqasidan ushlab sudradi. Peshonasini yerga qarishtirdi. Mushlay tepa yig'ladi. Nemis deganning joni qattiq emasmi? Dod faryod ham qilmadi. Ko'z yoshi ham to'kmadi. Astag'firulloh. Bu ishga guvohlar yoqa ushlashdi. Agar Mixail bo'lmasa, ehtimol bechoraning umri kuni bitardi. Mikail borib zo'rlik bilan Ibrohimning onasini chekkaga chiqarmoqchi bo'ldi. Rosa urindi, baribir uddalay olmadi. Ona esa battar yig'lashga tushdi. Bir mahal boshqa xotinlar ham qo'shilishdi Ibrohimning onasiga. Yig'lay boshlashdi. Sadr Sharif ayollarga yig'lamaslikni buyurdi. Avvaliga dushman oldida yig'lamanglar deyishni istadi. Biroq birdan ko'zi mo'ylovsiz nemisga tushdi. Sal nariroqda loyga botgancha tizzalab o'tirar va Ibrohimning onasiga qo'rqib boqardi. Sadr Sharif bu qanaqasiga dushman bo'lsin, tizzasigacha loyga botib jim o'tirgan bo'lsa, deb o'yladi. So'ngra ayollarga dushman oldida yig'lamanglar demadi, deya olmadi. Uning so'zidan keyin ayollar yig'lashdan to'xtashdi. Yig'lashmaydi deganida ehtimol yana yig'lashardi. Biroq ular yig'lamagan ayollarning orqasiga o'tib, shu yerda sado chiqarishmadi. Ular jim qolishi bilan mo'ylovsiz nemis o'yladiki, bu loyda ko'p turib bo'lmaydi. Tizzalari zirqirab ketyapti. Keyin o'girilib umid bilan Sadr Sharifga yuzlandi. Sadr Sharif uni tushundi va o'rnidan turishga ijozat berdi. Mo'ylovsiz nemis ko'zini ayollardan uzmay, sekin-asta o'rnidan turdi. Turayotib, qo'li bilan tizzalariga tekkan loyni qoqmoqchi bo'ldi. Biroq birdan qo'llari havoda qolib ketdi. Chunki ayollarning ko'zida shunday narsani ko'rdiki, agar u tizzasiga tekkan loyni qoqsa, bu ayollar uni parcha-parcha qilib tashlashadi. Hech kim uni ayollarning changalidan qutqara olmaydi. Shu tufayli fikridan qaytdi. Pirali bobo ayollar orasida turar, voqealarni jim kuzatardi. Mo'ylovsiz tamomila o'rnidan turguncha tomosha qildi. So'ngra boshqa tarafda turgan nemis plenlariga qaradi. Bechoralar yomg'ir ostida qolib ketgan jo'jalarday junjikishar, ayollarning bu ishidan qo'rqa hamrohiga qarab turishardi. Pirali bobo yurib kelib, askarlarning yonida turdi. So'ngra: "Ey bola, nemis deyishardi. Shular ekanda nemis degani", dedi. Askarlarning kattasi: "Ha, shular", dedi. "Mayli, unda bularning qurol-yarog'i qani?" Askar o'yladiki, Pirali bobo hazil qilyapti. Birdan kulib yubordi. Pirali bobo kulmadi, chunki u hazil qilmayotgandi. Kulgan askarni ham boshqacha tushundi. Orqaga aylandi va olomonga yuz tutib: "Ey odamlar", dedi. "Ko'p ham qarab ko'zingizni og'ritmang. Bu nemislar biz bilgan nemislardan emas ekan.
O'sha nemislarni shunday qirishganki, hatto urug'likka ham qolmagan birortasi. Pirali bobo shunday deyishi bilan Mikail axtarganini topdi. Sevingancha, "Ey odamlar", dedi. "Men nima degandim-a?" Mikail nima deganidan hech kimning xabari yo'q edi. G'alati tuyulishi mumkin-u, hatto o'zining ham. Bu nemislarning o'sha nemislardan emasligi ko'rgan zahoti anglagan edi. Shundan keyin haqiqatdan bu nemislarning o'sha nemislardan emasligi ma'lum bo'ldi. Ayollar yana ko'z yosh qila boshlashdi. Chunki ayollarning bu nemislarga rahmi keldi. Bu nemislarni ham bu balolarga solgan o'sha nemislar ekanini o'ylashdi. Sadir Sharif qarasa, chigallik yuzaga kelayotir. Agar shunday davom etadigan bo'lsa, mahalliy odamlar bu nemislarga qarindosh ham bo'lib chiqishadi. U odamlarga yuzlanib, "Ey odamlar", dedi. "Menga quloq soling. Bu nemislar o'sha nemislardan bo'lishmasa ham, baribir nemislar hamda o'sha nemislarning avlodidirlar. Bu nemislar o'sha paytgacha o'sha nemislardan edilar. O'sha nemislarni bu nemislarning kuniga solishmagan." Sadir Sharif juda ko'p va'z o'qidi. Hattoki o'zi ham adashib ketdi. Bu nemislar o'sha nemislardanmi yoki o'sha nemislardan emasmi, hech kim tushuna olmadi. Biroq bu nemislar kim bo'lishidan qat'iy nazar, oddiy odam va kamiga juda och edilar. Ularning ochligini odamlar shunda bilishdi, ya'ni bolalar och edilar. Ular o'sha janjal paytida odamlar orasidan ajrab uyga yugurishdi. Birozdan so'ng qo'llarida bitta-bitta bilinchik bilan qaytib kelishdi va uni paqqos tushirayotgan bolakaylarni ko'rib, nemis plenlari yutuna boshlashdi. Sadir Sharif odamlardan biriga "Ikkita ayolni olib uyga bor", dedi. 2 qozon qovurdoq qaynatishsin. Askarlar uzoq yo'l bosishgan, qorinlari ochiqqan. O'zing ko'rib turibsan, yaxshi ahvolda emaslar. Odam joyidan qo'zg'almadi. Sadir Sharif "Eshitmadingmi? Nima dedim?" deya so'radi. Odam esa yuzini bujmaytirib, "Eshitishga eshitdim. O'z askarlarimizga ham qovurdoq pishirdik. Bu nemis bolalariga nima pishirtiray? Bularga ham qovurdoqmi?" Sadir Sharif g'azablandi. "Musulmonmisan? Nega gapga tushunmaysan? Nima desam shuni bajar. Bor, 2 qozon qovurdoq hozirlashsin." Odam ketdi. Ha, qovurdoq hozirlandi. Idoraning hovlisiga dasturxon yoyildi. Idoraning hovlisiga unchalik yomg'ir o'tmagandi. Avvaliga dasturxonni yerga yozmoqchi bo'lishdi, maysalar ustiga. Ammo Pirali bobo Sadir Sharifni chekkaga olib chiqib, "Biz-ku mayli", dedi. Ko'zi bilan askarlarga imladi. Va "Bular ham mayli", dedi. Keyin esa boshi bilan nemis plenlariga ishora qildi va "Shular qoldi faqat. Bular aslida odam emas. Lekin odam bo'lishmasa ham bu ko'ppak bolalari kulturniylar. Nima bo'lganda ham bizga dushman bo'lar. Yerga dasturxon to'shasak, stol-putol yo'q ekan deyishmaydimi axir? O'zi shusiz ham musulmon nomi yomonga chiqyapti so'nggi paytlar." Pirali boboning so'zi Sadir Sharifni ham o'ylantirdi. Dasturxonni yerga emas, stol ustiga to'shashdi. To'rda Sadir Sharif o'tirdi. Askarlarimizdan ham unvoni kattasi o'tirdi. So'ngra birin-ketin qolgan askarlarimiz o'tirishdi. Adan esa nemis plenlariga nasib etdi. Nemis plenlari va askarlarimiz orasida mahalliy odamlardan, yana ham to'g'rirog'i, kolxozning faollaridan 5-6 nafari ham joy olishdi. Pirali bobo va Mikail ham o'sha 5-6 nafarning orasida edi. Dasturxonni juda did bilan bezashgandi. Idish-tovoq, qoshiq, sanchqi, xullas shunaqa narsalarning bari go'zal qilib joylashtirilgandi. Pirali bobo idish-tovoqlarning, qoshiq-sanchiqlarning eng yaxshisini, eng qimmatini nemis plenlarini oldiga qo'ydi. Chunki bizning askarlar o'zimizning odamlar, biroq nemis plenlari musulmon kolxozchisi emas. Sahrodan ham kelishmagan, hamma narsasi bor. Agar ko'rib qolishsa, ko'zlari kosasidan chiqib ketardi. Haqiqatdan idish-tovoqning, qoshiq-sanchiqining yaxshisini ularning oldiga qo'yishdi. Biroq qovurdoqning go'shtlisini ham ularning oldiga qo'yishga hech kimning qo'li bormadi. Bu qovurdoqni na go'shtli deb bo'lardi, na go'shtsiz.
Iligidan suyagi ko'p. Hamma miriqib tanovul qilar, bittagina Mikail qovurdoq yemasdi. U xuddi hadsiz azob va og'riq edi. Qachondir dunyoning go'zal kunlarida, ya'ni u zamonlar urushi yo'q edi. Mikailning rafiqasi bor edi. U qovurdoq pishirar, chuqur tovoqchaga solib erining oldiga qo'yardi. Mikail bir patirning o'zini kosadagi qovurdoqning sho'rvasiga to'g'rab solar, qoshig'i bilan boshqa kosadagi kartoshkani, no'xatni ezar, lazzatlanib paqqos tushirardi. Endi dasturxonga o'tirilganda Mikail qo'lini nonga uzatdi. Bitta patirni olib, o'sha vaqtlardagi lazzatni his qilmoqchi bo'ldi. Buni ko'rgan Pirali bobo tirsagi bilan uni turtdi. Ko'zini olaytirdi va dedi: "Ochko'z bo'lma, har holda do'st bor, dushman bor." Mikail olgan nonidan bir bo'lak yuldi. Qolganini stol ustiga joyiga qaytardi. Bir tushlam patirdan yeb, bir qoshiq qovurdoq sho'rvasidan ichdi. Shunday qilib Mikail bir bo'lak patirini yeb tugatdi. Biroq Pirali bobodan qo'rqqani uchun yana qo'l uzatib patirdan olishga yuragi betlamadi. Qovurdoq sho'rvasini to'g'ri icha boshladi. Bir qoshiq, 2 qoshiq. Qovurdoqning sho'rvasi juda yog'li edi. Mikail bilardiki, buning oxiri voy bo'lishi aniq. Biroq yana bir jihati borki, Mikailni bu zulmlar yerga urardi. Chunki Pirali bobo unga fikr-zot berib o'tirmasdi. Tushlik boshlangandan beri nemis plenlaridan ko'z uzmasdi. Aslida u bechoralar ham bir ajoyib ishga bosh qo'shishgandi. Jim o'tirishar, ishtaha bilan qovurdoqni yeyishardi. Biroq shu joyi g'alati ediki, nemis plenlari qovurdoqni xuddi musulmon kabi tanovul qilishardi. Barchasi qovurdoq sho'rvasiga patir to'g'ragan, qoshiqlab kartoshkalarni ezishardi. Suyak kemirayotganlari ham bor edi orasida. Ilik qoqayotganlari ham. Pirali bobo hayron boqar va o'ylardiki, ey dodi bedod, agar bular qovurdoq yeyishi bilan musulmonlarnikida farq yo'q bo'lsa, nega bu ko'ppak bolalari dunyoning yarmini qon yig'latishdi? Pirali bobo qancha o'ylanmasin, bu jumboqning tagiga yetolmadi. Bu mahal xo'randalar kosa tagiga yetishdi. So'ngra o'rnidan turib ketishga otlanishdi. Odamlar yig'ilib, ularni kuzatar, mashina ortidan jim boqishardi. Pirali bobo ham ularning orasida va hali hamon xayol qilardi. Yo Tangri, haqiqatdan ham o'sha nemis deganlari shularmi? Odamlar juda g'amgin tortishgan, ayollarning ko'ngli to'lib turardi. Bu qishloqda urushda yaqinini yo'qotmagan odamning o'zi yo'q edi. Odamlarning yarasi tez-tez qonar, urushda deyishardi. Urushda o'lim bo'ladi deb o'zini ovutishardi. Kimdir nemislardan so'z ochsa, tamom. Odamlar qo'rquvga tushardi. Ammo bu nemislarni ko'rgandan keyin to'satdan urushning bo'lishi ham, odamlarning o'lishi ham juda adolatsiz ko'rindi. Yo Tangri, haqiqatdan ham o'sha nemis deganlari shularmi? Barcha sassiz samarasiz uy-uyiga tarqalishdi. Ayollar yig'lashga ketishdi. Yuk mashinasi esa juda olislab ketgandi. Biroq Pirali bobo hali hamon yo'l qarab turardi. So'ng birdan Mikailga o'girildi. G'amgin jilmayib, "Ko'rdingmi?" dedi. Mikail tasdiqlab bosh chayqadi. Pirali bobo to'satdan qichqirib, "Ey o'l!" dedi. "Bular nemis plenlari emasdilar." Mikail qo'rqib, ko'zlarini pirpiratdi. "Nemis bo'lishmasa, unda kim edi bular?" Pirali bobo gapirmadi. Xuddi o'zing anglab yet deganday ma'noli ko'zlarini unga qadadi. Ikkalasi ham biroz jim turishdi. So'ngra Mikail hammasini anglab yetdi. 1971-yil. Ozarbayjonchadan Rahmat Bobojon tarjimasi.